Soddagina bo'lgan yanchar quyonimiz toza havoda xayol surmoqda edi. Shu payt shalpang quloq qahramonimiz o'rmon shimarasini ko'rib qoldi. Tulki Shmaratik. Ko'cha ko'rmagan, cho'llagan quyonimiz sirazi sevgi izhor qilib uni qo'lini so'radi. Menga turmushga chiq, Tulkixon. Voy quyonvoy, juda g'alati bo'ldi-ku. Har bir o'zini hurmat qilgan madaniyatli ayol bittada rozi bo'lmaydi. O'ylab ko'rishim uchun vaqt ber. Bo'ldi, men roziman. Bu javobdan keyin quyon juda xursand bo'ldi. Ertasi kuni 3 do'st, bo'ri, ayiq va quyon o'tirish qilishdi. Va yanchar quyon do'stlariga yangilikni ma'lum qilmoqchi bo'ldi. U ichidagini to'kdi. Yigitlar, xabaringlar bor. Yaqinda to'yim. Men esa umuman bormaganman. Men hali pokman. Nima qilibdi? Yaxshi-ku. Ha, bu yomon joyi yo'q. Maslahat beringlar. Birinchi kechada chimildiqda nima qilaman? Yanchar, xavotir olma. Muammo bo'lmaydi. Tulki juda ham tajribali ayol. Bunga ko'p marta guvoh bo'lganman, ya'ni uni uddaburon demoqchiman. Chimildiqda u nima qilsa, sen ham shuni qil. Katta rahmat do'stim. Albatta shunaqa qilaman. Va nihoyat visol oqshomi. 2 yoshni boshi qovushtirib qo'yildi. Zaks ham to'y ham zo'r o'tdi. Albatta kuyov jo'ralarning janjalisiz to'y bo'lmaydi. Haqiqiy o'zbek to'yi bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Va 2 yosh yolg'iz qolishdi. Tajribali va tajribasiz. Quyon joyida qotib turarkan, tulkining harakatini kutdi. Tulki yechindi. Quyon buni takrorladi. Tulki to'shakka yotdi. Quyon ham buni takrorladi. Tulki oyoqlarini ko'tardi. Buni ko'rgan quyon shunday qildi. Quyon bo'rini aytganini qilayotgan edi. Ular bir-biriga tikilib qolishdi. Jonim, endi nima qilamiz? Hech nima qilmaymiz. Ikkalamiz ham zo'r turibmiz. Kimdir kelib itarish kerak.